Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Uzuv dasturchi YouTube kanalida bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz 11-video darslik HTML va CSS to'g'risida bo'ladi. Birinchi bu yerga HTML va CSS deb yozib qo'yamiz. HTML o'zi nima? HTML bu albatta qolgan videolarni ko'rsatdim. Bu qanday qilib tushunsa, odam misol suyagi bo'ladi, bu o'sha suyagi, ya'ni ichki tuzilishi bu HTML. CSS nima? CSS bu odamning tashqi tuzilishi, ya'ni shu biz misol qo'limiz rangi jigarrang, tanamiz rangi jigarrang, shunaqa bo'lsa, bu CSS, ya'ni ustki qatlam CSS degani bo'ladi. Misol aytaylik, baxt rangi yashil, demak bu CSS deb berilgan rang bo'lsa, ichki qismlar, ya'ni tomirlari u HTML da berilgan narsa. Shunaqa. Keling shu birinchi amaliyotimizni CSS ni ochishda va CSS ni ulash haqida bo'lsa. Mana bu yerdan style.css deb ochamiz. Bu yerga hech nima yozmay turamiz. Xo'p, endi shu style CSS ni HTML'imizga ulashimiz uchun shu metan tagidan link ochamiz. // qilib style CSS ulab qo'yamiz. Va bu ulanganmi yo'qmi bilish uchun h1 ga gulligos va color yellow beramiz. Va mana e'tibor bersanglar, Google'imizdagi HTML va CSS degan yozuvimiz sariq rangga o'zgarib qoldi. Color degani shu misol biron narsani rangi degani, matnlarda rangi. Color ya'ni rangini qanaqa beray deyapti? Sariq ber deyapmiz. Mana HTML va CSS rangi, ya'ni shu matnimizning rangi sariq rangda. Xo'p, keyin CSS da bitta qonun qoidasi bor. Hamisha CSS da kod yozayotganda birinchi o'rinda yulduzcha gulligos margin padding, mana margin padding, box sizing, border box shunaqa bo'lishi shart. Bu mana bu yonidagi tepasidagi chiziqchalarni olib tashlaydi, ya'ni boshqa joy tashlamaydi. Bizda kodimiz xatosiz va tartibli chiqadi. Xo'p, aytaylik, shuni o'chirib yubordik. Mana CSS'imizda shu joylarda olib tashlayapti, xolos, tepa pastlarda. Xo'p, endi shuni index.html orqali yana ikki xil uslubda bersak bo'ladi. Ya'ni bu yerga style color yellow emas, blue bersak ham bo'ladi. Blue ya'ni ko'k. Mana shu yerda xuddi mana shu yerga ham yozib chiqarsa bo'ladi, lekin bu aytaylik, sizlar katta loyiha ustida ishlayotganlarga sizlarga hali chalg'itib qo'yishi mumkin. O'ta ko'p kod yozib olsalar xatolik kelib qolishi mumkin. Shuning uchun bu usul ham bor. Xo'p, endi mana o'chirib yubordik va mana o'zi yana holiga tushib qoldi. Endi yana bir usul, shu yerdan style ochamiz va shu yerga h1 chaqirib colorga green beramiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Xo'p, bu uchinchi usuli style CSS dan foydalanish. Lekin biz asosan katta saytlar bilan ishlayotganda xuddi shunaqa style CSS alohida ochib, shunda h1 deb chaqirib olib, colorga green berib qo'ysak ham bo'ladi. Biz asosan shunday ish bilan bajaramiz. Nimaga? Chunki ko'p kod yozsak, ko'payib ketib qolishi mumkin. Biz chalg'imasligimiz uchun shunaqa alohida o'zini kod yozadigan bo'limiga o'tib olamiz. Mana bizda color deb shunaqa narsalar yaratishimiz mumkin. Bu mana shu CSS ni ulash va qayerlarda foydalanish mumkinligini bildiradi. Sizlar bilan Uzuv dasturchi YouTube bo'ldi. Like, kommentlarni bosib borib, sheylarni unutmanglar, jigarlar. Hammaga kattakon rahmat.